Bizning klinikamizda davolanib ketgan bemorlarning qon tahlillari mikroskopda qanday ko'rinadi? Bemorimiz 3 yashar, kelgandagi shikoyati onasining so'zidan kechki payt og'zini ochib uxlashiga, xurraga otishiga va tez-tez quloq og'rib qolishiga. Bemor kelganda endoskopik ko'ruvda ko'rishimiz mumkin. Bemorda burun halqumda adenoid to'qimasi kattalashgan, 3-daraja. Hozir bu bemorda rejalik adenatomiya Shaver yordamida olib o'rnlari kirib qo'yiladi. Assalomu alaykum. Mana bugun bemorimiz keldi. 15 yashar qizimiz. Hozir o'zidan so'raymiz, nima shikoyatlari bor. Burundan yengli ajralma kelishi bormi? Balg'am tushishlari, bunaqalar yo'q. Bosh og'rig'i qachondan beri? 2 haftadan beri. Hozir bemorimiz biz burun bo'shlig'ini ko'ramiz. Xo'p, ko'rganimizda bemorda burnida shana shilliq, yiringli ajralmalar aniqlanadi. O'rta burun yo'lidan mana oqib turibdi. Bemorimiz rentgen qildirganimizda ikkala yuqori jaq bo'shliqlarida va g'alvirsimon bo'shliqlarida subtotal soyalanish aniqlanadi. Bu bemorimizga antibiotik terapiya, burun yuvishlari va burun ochuvchi spreylar tavsiya qilamiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Kechasi turib 2-3 martalab uyquingizni buzib hojatxonaga borasizmi? Assalomu alaykum. Men Qurbon Husanboy, Corona Medline klinikasini urolog-androlog shifokoriman. Yoshi 40 dan oshgan erkaklarning 50% dan ko'prog'ida prostata bezi bilan bog'liq muammolar uchraydi. Qisqa peshobni oqimi, tez-tez hojatga chiqish, qovuqni to'la bo'shamaslik hissi bu eng keng tarqalgan belgilardan biri. Vaqtida tekshiruvlardan o'tsangiz, bu muammolarni erta aniqlashingiz mumkin. Corona Medline klinikasida UZI, CD tahlillari va eng muhimi PCR testi yordami orqali sizga prostata bezi adenomasini aniq tashxisi va buni eng zamonaviy davo usullarini taklif qilamiz. Hoziroq bizning klinikamizga murojaat qiling. Sog'ligingizga befarq bo'lmang. To'g'ri tashxis, samarali davo. Corona Medline klinikasi 2016-yildan buyon aholiga sifatli va ishonchli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda klinikada 100 nafarga yaqin bemor yotib davolanishi mumkin bo'lgan qulay sharoitlar yaratilgan. Bemorlar uchun ambulator, statsionar davolanish, jarrohlik amaliyotlari va diagnostika xizmatlari taklif etiladi. 200 dan ortiq laboratoriya tahlillari IFA va IGLA usullari asosida, 30 dan ortiq jarrohlik operatsiyalari, bolalar va kattalar stomatologiyasi, 20 dan ortiq malakali mutaxassislar va zamonaviy diagnostika apparatlari xizmatingizda. Bolalar va kattalar lor jarrohi, terapevt, kardiolog, urolog, ginekolog, dermatolog, nevropatolog, travmatolog, xirurg va pediatr sizning xizmatingizda. Diagnostika bo'limida rangli 3D va 4D formatdagi UZI, raqamli rentgen, EKG, EEG, endoskopiya, kolonoskopiya, bronxoskopiya, reabilitatsiya va qo'shimcha xizmatlar, fizioterapiya, ozonoterapiya, bolalar va kattalar uchun massaj muolajalari. Klinikada shuningdek, bemorlar uchun milliy va parhez taomlari bilan ta'minlangan zamonaviy oshxona faoliyat yuritadi. Corona Medline 4 qavatli, to'liq jihozlangan klinika bo'lib, 2016-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda millionlab bemorlarning sog'ligini tiklashda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Manzil Andijon tumani, Kuyganyor shaharchasi, Oltin Vodiy ko'chasi 21-uy, mo'ljal Zeleniu Mos Kurgavoyida. Bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Corona Medline klinikasi siz va oilangizga doimiy sog'lik tilaydi.
Andijon viloyatidagi 3 ta top eng zo'r xususiy klinikalar qaysi ekanligini bilasizmi? 3-o'rindagi klinika sizni aniq hayron qoldiradi. Siz ungacha bizning kanalimizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, 3-o'rin mana shunday landshaft dizayni va atmosferaga ega bo'lgan Corona Medline klinikasi. Ikkinchi o'rinda esa bugungi kunda 30 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari o'tkazilayotgan va viloyatimizning eng zo'r mutaxassislari faoliyat yuritayotgan Corona Medline xususiy klinikasi. Birinchi o'rinda siz ham yotib, ham qatnab davolanishingiz uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lgan Corona Medline xususiy klinikasi. Ushbu klinikaning to'liq manzili Andijon tumani Kuyganyor shaharchasi, Oltin vodiy ko'chasi, 21-uy. Mo'ljal Zelenimoz Kurgavoy ro'parasida. Corona Medline klinikasida qon topshirishingiz uchun 5 ta asosiy sabab. Klinikamizda 200 dan ortiq qon tahlillari mavjudligi. Tahlillarimiz tez, aniq va sifatli. Qon namunalarini 20-30 daqiqada tahlil qilib beradigan zamonaviy IXLA apparatining mavjudligi. 4-sababi esa uyda qon tahlili xizmati, ya'ni siz uyda o'tirgan holatda bizning klinikamizning laboratoriya xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. 5-asosiy sababimiz esa Corona Medline klinikasiga kelib, qon tahlili topshirishingizdir. Bu nima bu muhayyoba? Yarim soat o'tirasiz, 150 ming to'laysiz. Buni nima foydasi bor menga? Shularning haqida aytib bering. Bu kreslo kegeli. Andijonda faqat 2 ta joyda bor. Men eshitdim, bittasi Xo'jaobodda ekan, bittasi mana Corona Medline klinikamizda. Kreslo kegelarning foydalari sistitlarda, surunkali sistit bo'ladi, tug'ruqdan keyingi disfunksiyalar, siydik tutolmaslik, bachadon tushishi, intimniy o'zaro kelishmovchiliklarda er-xotin shunaqa problema, muammolarda ishlatiladi kreslo kegelarimiz. Kreslo kegelarda 28-30 minut o'tirasiz. O'zini protsent foizlari bor, shunga to'g'rilab 5-6 seans bo'ladi. Agar sizda ham shunday shikoyatlar bo'lsa, bizning Corona Medline klinikasidagi ginekologiya bo'limiga murojaat qiling. 5 yulduzli mehmonxonalardagidek sharoitga ega bo'lgan xususiy klinikada ham dam olib, ham davolanishga nima yetsin? Bizning Corona Medline klinikasi sizga ajoyib xizmatlarni taklif etadi. Mana shunday sharoitlarda dam olib davolanish kerak bo'lgan yaqinlaringizga ushbu videoni yuborishni unutmang.